Guardium haqiqatdan ham parazitlardan tozalash uchun shunchalik mashhurmi? Agar o'zingizda doimiy charchoq sezsangiz va hali ham undan foydalanmayotgan bo'lsangiz, vaqtingizni behuda sarflayapsiz. Shuning uchun men tanamni ichkaridan tozalash uchun 30 kun davomida Guardium qabul qildim. Mana, nima sodir bo'ldi? Avvalo, bu nima? Bu organizmdagi toksinlar va parazitlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan tabiiy formula. Ammo oxirgi paytlarda u virusga aylandi. Chunki u nafaqat tozalaydi, balki energiya darajasini ham keskin oshiradi. Birinchi kuni o'zimni juda og'ir va lanj his qilardim. Lekin 10 kunga kelib, men o'zgarishni seza boshladim. Balki bu shunchaki tasavvurdir deb o'ylagandim. Lekin ovqat hazm qilishim yaxshilanib, uyqum joyiga tushdi. O'zimni yengil his qila boshladim. Keyingi haftalarda hammasi yanada yaxshilandi. Teringiz tozalanadi. Ertalab tetik uyg'onishni boshlaysiz. 30 kunga kelib, g'alati narsani angladim. Men doimiy charchoq va qorin dam bo'lishini butunlay unutibman. Hech qanday og'irlik yo'q. Oxir-oqibat natija kutilganidan ham a'lo bo'ldi. Men o'zim buyurtma bergan va ishonchli havola videoning tavsif bo'limida joylashgan. U yerda hozir juda yaxshi chegirma bor. Guardium